Erkaklar diqqatiga tez hojatga chiqasizmi? Peshob tomchilaydimi? Pastki qorinda og'riq bormi? Erkaklik quvvati pasayganmi? Bu oddiy holat emas. Vaqtida chora ko'rilmasa, prostata muammolari jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Yechimi bor. Prostamix Turkiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 18 xil tabiiy giyohli kuchli formula prostata muammolarini bartaraf qilishga 100% yordam beradi. Hoziroq 55 kodi bilan 503-2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling va Turkiya mutaxassisdan bepul maslahat oling. Faqat bugun birinchi marta murojaat qilganlarga 50% chegirma bor. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Euronews agentligining xabar berishicha 13-iyul kuni Parijda Ko'ngillilar koalitsiyasi sammiti bo'lib o'tdi. Tadbirda kamida 25 nafar davlat rahbari ishtirok etdi. Parijdagi nogironlar uyida bo'lib o'tgan uchrashuvda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron NATOning 9 davlati va Ukraina Rossiya raketalariga qarshi mudofaa koalitsiyasiga qo'shilganini ma'lum qildi. Uni tashkil etish to'g'risidagi deklaratsiya Yelisey saroyi tomonidan e'lon qilindi. Ro'yxatdan Daniya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Niderlandiya, Norvegiya, Ispaniya, Shvetsiya va Britaniya o'rin olgan. Ya'ni yuqorida nomlari tilga olingan 9 davlat endilikda mudofaa sanoat bazasi, ilmiy tadqiqotlar va tezkor tajribani birlashtirishga kelishib olgan. Bundan tashqari ular o'z hududiga Rossiyaning hujumlari qayd qilingan paytda Moskvaga qarshi operatsiyani birlashgan holda tashkil qilish uchun kelishuv imzolagan. Shuningdek, ushbu ittifoq doirasida umumiy tezkor talablarni ishlab chiqish, qo'shma ishchi guruhlar, boshqaruv mexanizmlarini tashkil etish hamda dastlabki operativ imkoniyatlarga erishish bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqish rejalashtirilgan. Euronews'ning urg'u berishicha, Kreml bu ittifoqni urush chegarasini kengaytirishni maqsad qilgan guruh deb atagan. Aytgancha, France Press'ga ko'ra Macron Parijdagi Ko'ngillilar koalitsiyasi yig'ilishi yakunida Ukrainani 2028 va 2029-yillarda Fransiyaning Rafael qiruvchi samolyotlariga egalik qilishini ma'lum etgan. Macronning qo'shimcha qilishicha, Fransiya Ukrainaga Scalp qanotli raketalari, Astor 30 zenit raketalari va Asim Hammer boshqariluvchi aviabombalarni ishlab chiqarish uchun maxsus litsenziya berdi. Bu degani endilikda ushbu raketalar Ukraina hududida ishlab chiqariladi degan gapdir. Endi Qo'shma Shtatlarni Eronga qarshi boshlayotgan yangi urush haqida to'liq axborot beramiz. E'tiborli bo'ling. Fox News'ga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Washington Eronni Hormuz bo'g'ozi ustidan nazorat qilish imkoniyatidan mahrum etish maqsadida Hormuz bo'g'ozi hududidagi Eronning harbiy salohiyatini to'liq yo'q qilishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Bundan tashqari, Trump o'z bayonotida Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiylari kelgusi 2 kun, ya'ni 14-15-iyul kunlari Eronga kuchli zarbalar berishni davom ettirishini bildirgan. New York Times'ning hisob-kitobiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Tehron bilan imzolangan memorandumga bor yo'g'i 3 hafta amal qildi xolos va Yaqin Sharqda yangi front tinchlik memorandumi imzolangandan 3 hafta o'tib yana ochildi. Endi Rossiya armiyasini frontni yana Ukraina ichkarisi tomon ko'chirganiga oid xabarga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. Strana agentligining axborotiga ko'ra, Rossiyaning dronlari 13-iyul kuni birinchi marta Nikolaev, Krivoy Rog, Dnipropetrovsk avtomobil yo'li bo'ylab harakatlanayotgan Ukraina logistika transportiga zarba berdi. Stranani qayd etishicha, ushbu yo'l front chizig'idan taxminan 70 kilometr uzoqlikda joylashgan va mazkur trassadan harakatlanuvchi Ukraina armiyasiga tegishli transportlar ham endi Rossiya dronlarining asosiy nishoniga aylanadi. Stranani Ukraina raqamli transformatsiya vazirligining onlayn xaritasi ma'lumotlariga tayanib xabar qilishiga ko'ra, 14-iyulga o'tar kechasi poytaxt Kiyev shahrida, shuningdek Ukrainaning Kiyev, Chernigov, Cherkask, Sum, Poltava, Kirovograd, Kharkov va Dnipropetrovsk viloyatlarida kuchli portlashlar sodir bo'lgan. Bu degani Rossiya 14-iyulga o'tar kechasi mazkur hududlardagi harbiy infratuzilmalarga yana zarba berdi degan gapdir. Endi Ukraina mudofaa vaziri Mikhail Fyodorov va bosh qo'mondon Aleksandr Sirskiy o'rtasidagi ziddiyatga to'xtalamiz.
Economist agentligining xabariga ko'ra, Ukraina mudofaa vaziri Fyodorov Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni general Sirskiyni iste'foga chiqarishga uringan, ammo u buning uddasidan chiqa olmagan. Nashrning yozishicha, Mikhail Fyodorov bilan Aleksandr Sirskiy o'rtasida kelishmovchilik bo'lgan, ammo u bosh qo'mondonni lavozimidan chetlatish uchun Zelenskiyni qo'llab-quvvatlovga erisha olmagan. Avvalroq Zelenskiy Ukraina bosh vaziri va hukumatni almashtirish niyatida ekanini ma'lum qilgan edi. Ommaviy axborot vositalari buning sabablaridan biri Fyodorovni mudofaa vaziri lavozimidan chetlatish istagi ekanini xabar qilgan. Xullas, Kiyevda yaqinda navbatdagi tozalash jarayoniga start berilishi mumkin. Bu esa Economistning izohlashicha, Ukraina hukumati rahbariyatida hali ham birlashish yo'qligidan, shuningdek, korrupsiya yanada kuchayganidan daraklik beradi. Economistning xulosasiga ko'ra, Ukrainani frontda ham boshqa yo'nalishlarda ham yuksalmasligining asosiy sababi aynan shu korrupsiya hisoblanadi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.